Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatını biləsiniz. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda bostirish va qirg'inchilik siyosatini davom qildirib, Uyg'urcha naqsh anglaganlarni jazolamoqda. Amerika Birlashma Agentligining eng yangi xabarida bildirilishicha, Xitoy doiralarining Uyg'urcha naqshlarni anglash, saqlash va tarqitishni jinoyat deb bekitib, Uyg'ur xalqiga atalmish masala bor naqshlarni anglashga qarata misli ko'rilmagan yangi cheklamalarni yo'l qo'ygan. Amerika Birlashma Agentligining xabar qilishicha, Xitoy doiralari Sharq Turkistonda Uyg'ur tilidagi naqshlarni anglagan, telefoniga saqlagan yoki boshqalar bilan hambahrligan aholilarni tutqun qilish va sotlash bilan tahdid solgan. Mazkur xabarda bildirilishicha, o'tgan yili oktyabrda Qashqar viloyatining Yangisar noyasida o'tkazilgan bir ommaviy yig'inda soqchi doiralari kishilarga qo'yib bergan bir tashviqot uni hujjati dalil qilib ko'rsatilgan bo'lib, bu yig'inda doiralar atalmish masalasi bor deb bekitilgan naqshlarning shaxsiy uskunlardan tepilishi qamoq jazosiga sabab bo'lganligi ta'kidlangan. Gerçi aniq jazo muddati deyilmagan bo'lsa-mu, 10 kunlik tutib turish va uningdan og'ir jinoiy jazolar misol sifatida tilga ilingan. 80 minutlik mazkur ovoz xotirasini Norvegiyada faoliyat olib berayotgan Uyg'ur Yar tashkiloti Amerika Birlashma Agentligiga ta'minlagan. Xitoy doiralari tövəndəki 7 turlik naqsh tizimlikini e'lon qilgan bo'lib, bu naqshlarni anglaganlarga, saqlaganlarga va tarqatganlarga jazo yurgizilganligi haqida tahdid solingan. Abdurim Hit, Abdulla Abdurim, Ablajon Avut Ayub, Mo'minjon Ablikim qatorliq bir qism san'atkorlarning Ko'kbera, Iz, Uyg'urim, Olim bildi, Vijdon so'riqi, Yurtum, Oldida, Onyurt marshi, Birdan-bir Turkiya, O'talamsan men bilan, Yetalmadim atamga, Seg'indingmi, Uyg'ur degan mushundoq, Chegara, ota-onam qayerda, Ushpada, ziyorat qilg'ili keldim, Qadrdon atam, So'yimlik ana, shahardagi musofir, Beshpada, turmush degan mushundoq, So'mbul chashliq qiz, Atosh, Sanamjon, Ketti, do'stim, sen mendek bo'la olamsan qatorliq naqshlar misol qilinib, bu naqshlarni Xitoy Kommunist partiyasiga va Xitoy davlatiga hujum qilib bo'lginchilik quturatgan deyilgan. Xitoy doiralari yana Abdurim Hitning atalar uchrashganda Amir Qilich, Xayriniso yenilmasning o'rinlashidagi naqshlar, Kurash Kusanning naqshlari qatorliqlarni misol keltirilgan bu un hujjatida bu naqshlarga jihad ideyasi singdirilgan bo'lib, zo'ravonlikni quturtib, bo'lginchilikni targ'ib qiladi, qilich ostida dunyo yaratishni targ'ib qilib, diniy asabiylikni quturtib, butkul jamiyat bexatarligiga og'ir darajada pasib ta'sir ko'rsatadi deyilgan. Mamatjon Abduqodirning Men hayot, shukr, assalomu alaykum, jahon bozori, savol so'roq, kelgin do'stim, Ramazon naqshisi, Alloh biladi qatorliq naqshlarni yuqorqi naqshlar diniy asabiylikni targ'ib qilish orqali boshqalarni dinga ishonishga majburlab, davlat diniy e'tiqod erkinligiga aloqador qonun siyosatlarga buzg'unchilik qiladi deyilgan. Mazkur un hujjatida yuqorqi naqshlarda avtonom rayonimizning terrorlikqa qarshi turib, muqimlikni saqlash siyosatiga hujum qilingan mazmunlar bor bo'lib, milliy kayfiyatni quturtib, hukumatning muqimligini saqlash uchun ko'rsatgan tirishchilikqa qarshi aplaydi deyilgan bo'lib, xalqimizning tajovuzchi Xitoy hukumatining Uyg'urlarning ma'naviy o'zqi bo'lgan Uyg'ur madaniyat san'atlarini atalmish diniy asabiylik, terrorlik, milliy bo'lginchilik, ommaning baxtli turmushiga bekdan choplab, partiya va davlatga norozilik kayfiyati paydo qilishga quturtadigan, soxta mazmun o'ydirib chiqarib, partiya hukumatning obraziga dog' tekkizadigan, kadrlar bilan ommaning munosib buzg'unchilik qiladigan, hukumatning siyosatiga hujum qiladigan naqshlar deb e'lon qilib, Uyg'ur xalqining qayg'u-alamlari, dard hasratlarini, orzu-umidlarini naqshi bilan ifodalashiga dushmanlik qilmoqda. Bu haqda Manchester Universitetining lektori Riyan Tomning qarashicha, bu xil besimlar Sharq Turkistondagi ziyonkashlikning hech qachon to'xtab qolmaganligining isboti bo'lib, garchi cho'ng tipdagi lagerlar taqalgandek ko'rinsa-mu, ammo madaniyatni kontrol qilish sistemasi texmi nozik va cho'nqur qatlamga ko'chgan. London Universitetining professori Rachel Harrisning aytishicha, Beshpadiga o'xshash naqshlar Xitoy doiralari tomonidan xato tushunilgan. Uningdagi diniy til asabiylikni emas, balki romantikini va ro'yi ifodalashni ko'rsatadi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Londondagi vakili, Uyg'ur faoliyatchi, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtat tashkilotining raisi Rayma Mahmud
muzikaning Uyg'ur kimligining markazi ekanligini, uni cheklashning jamiyatda ig'ir psixikalik va madaniyat krizisi paydo qilganligini ta'kidlab, mundaq deydi. Bu haqiqatan bak mo'yin bir paket. Nimişki deganda bir millatni yo'qotish faqat uni bu yer shardan, zamindan o'ltirib tugutish emas, shu millatninki mavjud qilgan bütün alohidliklarning hammasini yo'qotish, tilini, dinini, madaniyatini, bizning naqshlarimiz bo'lsin, muzikamiz bo'lsin, albatta bu dinimizga allaqachon yo'qotish uchun uzun yillar bo'ldi. Xitoy hukumati qirg'inchilikni boshlab o'tgani, ya'ni diniy arboblarimizni, ko'plagan yosh diniy olimlarimizni yo'qotgan. Endi kelgan vaqtda bu yaqinqi yillarda bo'libmi, shu naqshlarimizni shunday turlarga bo'lib, naqshni aytganlarni, hatto naqshni anglaganlarni, naqshning tekstini yozganlarni degandek shundoq bir keng ko'lamda yo'qotish uchun bir bahona tepish uchun, chunki bir naqshini anglaydigan kishilar normalda bek ko'p bo'ldi. Endi faqatlam bu naqshininglam sababi emas, shu naqshini bahona qilib ko'plagan kishilarni yo'qotish. Bu bir masala. Anandan shu bizningki milliy o'zimizningki kimligimiz, ya'ni bizning mavjudligimizni namoyon qiladigan kimligimizni yo'qotish. Bu xabardan Xitoy hukumatiningki naqadar razil usullar bilan bizni yo'qotishni plan qilayotganligi va davomlashtirayotganligini namoyon qildi deb o'ylayman. Shuning uchun bu xabar bak muhim. Chunki Uyg'ur to'g'riliq, ya'ni bizningki shu Uyg'ur qirg'inchiligini anglatish to'g'riliqchi xabarlar yo'q hozir. Xabarlar jimib ketganiga bir necha yillar bo'lib qoldi. Shundoq ya'ni yangi materiallarning qo'liga tushishi va shu xabar orqali bizning hozirgi bu zulmninki davomlashayotganligi, hatto naqadar bir ig'ir ahvolda davomlashayotganligini shu xabardan ko'rib olgani bo'ldi. Xitoyning Tangirtog' tori 29 dekabr kuni Sharq Turkistonda jazo lagerlari qurib, irqiy qirg'inchilik siyosatini yuqori pallaga chiqargandan keyin yo'l qo'ygan 173 yerlik nizom, 54 qaror va 2024 belgilama haqida Xitoyning 14-5 yillik plani yo'lga qo'yilgandiki, atalmish Şinjanni qonun bilan idora qilish qurilishining yuqori sifatli taraqqiyot xotirasi deb ta'riflagan. Oningda Xitoyning 2018 yilidan 2025 yili 10 oygacha bo'lgan aralıqda qonun jihatdan qo'lga keltirgan atalmish qirg'inchilik natijalari bayon qilingan bo'lib, bu xotirda Xitoyning hal qilg'uch oz sonliqlar deb atalgan Sharq Turkistondagi 45 ming sodiq kompartiya g'olchilarining rolini qandoq joriy qildirganligi, Xitoyning har turli qonun nizomlaridan sirt Sharq Turkistonda atalmish avtonom rayonlik xalq qurultiyi va doimiy komitetining rahbarligida 173 turlik yerlik nizom xarakterlik 54 qaror va Sharq Turkistondagi har qaysi viloyat noyalar o'z oldiga 204 turlik yerlik nizom va alohida belgilamalарni yo'lga qo'yganligi tilga ilingan. Amerikaning orqa o'ylisidagi diktator, tajovuzchi Xitoyning gumashchisi Maduro Amerika alohida harakat qismi tarafidan tutqun qilinib, Amerikaga olib kelingan. Amerika prezidenti Donald Trumpning e'lon qilishicha, Amerika armiyasining alohida harakat qismi Delta favqulodda harbiy harakat elib berib, Venezuela diktatori Nicolas Maduroni qo'lga olib Amerikaga elib kelgan. Prezident Trump Maduroni zaharlik chekimlik etkazishlik bilan shug'ullanish, Amerikaga qarshi suiqasd planlash va Amerika tavasiga qonunsiz zahar kirgizish qatorliq ig'ir jinoyatlar bilan ayblab kelgan bo'lib, Maduro Xitoy kompartiyasining yaqin do'sti va ittifoqdoshi sifatida tanilgan edi. Bu vaqada diqqat qilishga arziydigani, Maduro qo'lga ilinishdan aran 3 soat burun Xi Jinpingning alohida elchisi Chiu Shaoqi bilan ko'rishgan va Xitoyning Maduro hokimiyatini Amerikaga qarshi davomli qo'llaydiganligi haqida va'dalar bergan. Maduro hukumatining og'dirilishi Latin Amerikasida yillardan buyon davomlashib kelgan, Amerikaga qarshi turadigan va Xitoyning manfaatiga xizmat qiladigan bir tayanch nuqtaning yo'qotilganligidan derak beradigan bo'lib, bu voqea Venezuela xalqi uchun demokratiya va erkinlikni qayta tanlash yo'lida tarixiy bir fursat deb qaralmoqda.
Maduro Amerika tarafidan tutilishdan bir qancha soat ilgari Xitoy alayida elchisi Chu Shaoqi bilan ko'rishib, Xi Jinpingni qarindosh deb maqtagan va uni dunyo tangpungliqini saqlaydigan muhim rahbar deb tasvirlagan. Maduro ko'rishishda Xitoy Venezuela munosabatining uzun sinoqlarda tavlangan strategiyalik ittifoqdoshlik ekanligini ta'kidlab, ko'p qutbli dunyoni birlikda qurish irodasini bildirib, 2026 yilini ikki davlatning yuqori darajali diplomatiya kun tartibining boshlanganligi degan. Bu uchrashishdan bir qancha soat keyin Amerika prezidenti Donald Trump Maduro va ayolining tutilganligini e'lon qilgan. Navbatda Maduroning qo'lga ilinishi butun dunyo miqyosida kuchli inkoslarni qo'zg'amoqda. Xalqaro jamiyat Venezuelaning kelgusi tinchligi va xalq irodasining hurmat qilinishini talab qilmoqda. Xitoyning Latin Amerikadagi eng chong siyosiy mablag'ining biri bo'lgan Maduroning yiqilishi Beijingning rayondagi ta'sir kuchiga qanday zarba berdi? Bu savol oldimizgi kunlarda dunyo siyosiy sahnasining qiziq nuqtasi bo'lib qolmoqda. Hürmetli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.